lekin kanal jazolarni yana ishlab chiqarishni davom ettiryapmiz. Hozirda hazillik profilda ishlab chiqarib, boshqacha turini qildik. Qo'shimcha mana 4 talik ichiga qo'ydik. Oldin 6 talik splashni qo'yib turdik. Endi bunga ham sal o'zgartirish kiritdik. Oyoqchalar buni 2 talik bo'ldi. O'rniga 32 likdan qo'yib ishlab chiqardik. O'sha masalani hal qildik. 730 mingdan chiqyapti, qoladi. 3 talik bo'ladi, hamma 32 likdan bo'ladi. Buni 70 ming. Endi bu hozir 25 lik. Bu narsani biz 700 ming beryapmiz, 680 ming ishxona olib ketishga. 680 ming beryapmiz. Ko'proq olsa, o'sha yoqda yordam qilamiz. Mana 4 taligi, 4 talik qovona mana. Buni ham 700 mingdan beryapmiz, chunki bizning patronlarimiz lenta emas, profildan qilyapti. O'shani hisobidan bizga 20 so'm qimmat turadi. Bu qimmatroq chiqadi lentaga nisbatan. Endi buni varianti bor, 4 talik 32 likdan qilsak bo'ladi. Zakaz bilan 750 ming chiqyapti. Masalan bu 5 yil ichida u 10 yil ishlaydi. Bu variant bor. Diskraska holatda bor. Bundaqa holatda arzon variantlar bor. Bu narsa har bir xil. Harbiga bir xil. Mana bular 660 dan chiqadi. Tanlavi 660 ming. Ham kraskasiz. Hali mana sparkalarni ko'rsatish mumkin. Sparkalar to'liq bo'lgan, kelti sparka. Endi bular 680 ming chiqadi. 5 kraska. Kraskasiz holatda ham qidiramiz. Ya'ni yanada arzonlashadi. To'g'ri o'ylasizlar. Mana haliga aytgan splashni 6 taligimiz shu bo'ladi. 6 qatorlisi mana shular ham. Ya'ni bunlar ham bor. Ular shunaqa yangiliklar. Xohlasangiz zakazinglar 90lik 533 56 53. Gaypan Qo'qon yaqin joyda joylashganmiz. 20 tarafda G'azotda. Sherzodbek 90lik 533 56 53. Rahmat e'tiborlaringiz. Sog' bo'ling.